Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa mashinani reklamaga qo'yib berish xizmatini ham yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa pryamoy egalar telefon qilsangizlar mashinalaringizni reklama qilib sotib beramiz. Xudo xolasa mashina izlaringizda duraveradi, reklamaga qo'yib beramiz. U variantni gaplashib kelishib olamiz. Yine uyda o'tirgan yerimdan kelib turibdi. Xudo xolasa reklamaga qo'yib berib turibmiz. Bugunning o'zida egadan 3 mashina qo'ydik. Bu mashinamizdan pryamoy egadan bu mashinamiz 100% radnoy. Hattoki kolenlarini zanglar ham ishlanmagan qora svet bo'ladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Pollux variant. 100 000 kilometr yurgan, hattoki kuyut cho'pidan ham kraskasi yo'q. Ustalaringizga tekshirtirib olsangizda bo'ladi. Bahosina keladigan bo'lsa 45 million aytib turibdilar. Ustida pryamoy gaplashib olsangizda bo'ladi. Egani nomerini pryamoy qo'yib beraman. Bemalol o'zlaringiz egalari bilan gaplashib, savdolashib olaverasizlar. Bizlarga hech qanday bir so'm tiyinlaringiz ham kerakmidi. Pryamoy ega bilan gaplashib, bemalol savdoni chiroyli qilib olaveringlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz. Shu nomerlarga telefon urib kelsangizlar, sizlarga ham reklamaga qo'yib beraveramiz. Xudo xolasa, mashinamiz 100 000 kilometr yurgan. Ishlari normal, bir o'zlaringiz uchun himchis yetib bersangizlar, dumma yaxshi. Hazrat biladigan mashina ekan, lekin bunday mashinalar kam qoldi, xudo xolasa. Bahosini 45 million aytdi, nomerini esa Xudo xolasa opisaniyada yozib qoldiramiz, pryamoy urib gaplashsangizlar bo'ladi. Esa getdi sotib